Yog'ingarchilik kunlarga tepasi yopiq skuter qidirganlar bo'lsa, mana yangilik modellarimizdan sotuvga yana keldi. Ular 3 ballonlik, mana orqada 200 kilogacha yuk oladi va ikkita odamni bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Sidinani ag'darib qo'ysangiz 200 kiloga joy ochiladi bozor uchar uchun. Ko'rinishi xuddi shunday holatda. Tepasi polностью yopilgan bo'ladi va tentlari bor akalar. Mana qish kunlarida, yog'ingarchilik kunlarida orqasigacha tentlarini tushirib foydalansanglar bo'ladi. Xuddi shunday holatda. Akkumulyatori 32 dan 5 ta bo'ladi. Oldiga orqaga yurish xususiyatlari bor. Bitta to'liq quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Tablo ko'rinishlari xuddi shunday. Tormoz tizimi oyoqda bo'ladi. Yuk uchun mo'ljallangan moslamalarigacha bor. Xo'p, oldi tarafini ko'rsatib o'tamiz. Oldi tarafini ham plyonkalari bo'ladi. Oyoq qismini yopish uchun mo'ljallangan. Ko'rinishi xuddi shunday holatda. Hop, buni narxini $870 chiqarib beramiz. Dastavkalarimiz bor. Dastavkalar kelishilgan holatda. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bundan tashqari barcha turdagi ikki oyoqlik skuterlarimizdan ham bor akalar. $270 dan boshlanadi. $450, hattoki $650 gacha barcha turdagi skuterlarimizdan bor. Manzilimiz Andijon viloyati, Shahrixon tumani, markaziy stadionning yonida joylashgan. E'tibor uchun rahmat. Albatta, like bosib ketishni unutmanglar.